Qonuniyatda otaning ayoliga bo'lgan behurmat munosabati yoki qo'pol munosabatlari farzandning dunyoqarashida albatta iz qoldiradi va yomon tushunchalarni paydo qiladi. Ota shunaqa o'zini usholmaydigan, behuda janjalkash va hokazo, shu narsa oiladagi mayda gaplik farzandlarning dunyoqarashini shunaqa tor qilib qo'yadi. Ota-onaning inoqligini ko'rish bor-u, bola uchun eng katta motivatsiya shu. Ular oilada er-xotin sokin yashasa, bir-birlarini tushunib, ehtirom bilan yashasa, munosabatda bo'lsa, dunyoni go'zal taniydi. Ota-onaning qilgan xatolari tufayli bola cho'kib qolgani, hayotga qiziqmay qolgani, u jamiyatga qiladigan xizmatlardan chekinib, hech kim bo'lmay yashayotgani ko'zga ko'rinmaydi. Yashayaptimi bo'ldi. Aslida mana shu oilaviy xatolar bo'lmasa, shu farzandlar kelajakda juda katta ishlar qila oladigan bo'ladi. Lekin ularning ruhiyati sindirib qo'yiladi. Aynan mana shu oilada sinib qoladi.